pseudo class degan narsalar bor. Pseudo class degani qanaqadir harakat bo'lganda, ya'ni olib borganingizda yokida bosganingizda qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi. Misol uchun, tak keyingisiga bitta kirib ko'raylik. Mana shu narsani qilasizlar o'zi. Uyga borsa mana bu narsa bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Misol uchun mana buni yaqinlashtiradigan bo'lsam, mana bu tugmaga mana buni olib kelsang deyapti. Mana bu kartka olib keladigan bo'lsang, mana bularda nimasi bo'lyapti? Rangi o'zgarib qolyapti. Ko'ryapsizmi? Shu narsalarni hozir ko'rsataman. Kirdik, mana. Misol uchun mana. Endi keldim. Mana bu kart ustiga olib kelsam, mana bu kartning rangi o'zgarib qolsin. Ko'ryapsizmi mana bu narsani? Rangi o'zgarib qolsin. Yokida mana buni ustiga olib keladigan bo'lsam, bu ozgina kattalashsin. Bosilganda bosgani sezilsin. Mana shu narsalar qilib beraman. Yaxshilab qaraymiz. Yaxshilab qaraymiz. Va videomiz yozilishni boshladi buniki ham. Endi boshladim. Kiraman. Qaranglar. Bularda nomini nima deydi desa, pseudo class deydi. Pseudo class ularga nimalar kiradi? Qanaqadir qo'shimcha klasslar, ya'ni oldi klasslar deydi. Xo'p. Endi bular qanaqalar? Eng birinchi ko'p ishlatiladigan narsa hover. Hoverni qaysinga beraman desa, navbard ichidagi alarga beraman, mana bu narsalarga. Birinchi o'rinda mana shular beraman. Mana ikkalasiga ham berib ketaverasiz, farq yo'q. Birinchi o'rinda yozib ko'ray, ani o'ziga berib ko'ray. Aga berasan nima? Hover bo'lsin. Nima qilsin? Eng birinchi oddiysi color o'zgarsin. Color, ya'ni rangi. Color qanaqa bo'lib qolsin? Olib borgan vaqtingizda colorning rangi qanaqa bo'lsin? Ko'k. Keling birorta rangni berib ko'raylik. Xo'p. Blue deb berib ko'ramiz. Mana. Demak, hover, 2 nuqta hover yozsangiz, sichqonchangiz olib borgan vaqtida buni rangi o'zgaradi. O'zgaradi? Yangilash kerak. O'zgaryaptimi? Lekin juda tez, ko'ryapsizmi? Juda tez. Mana shu narsani ozgina sekinroq qilishimiz uchun transition degan narsa bor. Shuni qo'shib qo'yamiz. Vaqtini qo'shib qo'yasiz. Shunchaki qolgan narsalar kerak emas. Al yozasizda, ya'ni al nimaga al yoziladi desa, qaysi stilni berishini yozasiz. Ya'ni hammasiga. Shuning uchun biz color deb yozishni o'rniga, mana colorga emas, alga yozib qo'ysak, hammasiga bir xil ishlaveradi. 0.3 sekund. Va qanaqa stilda ishlasin? Easy sekinroq bo'lsin. Yangilaymiz. Olib borgan vaqtimda o'zgaryaptimi? Xohlasangiz razmerni ozgina katta qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Razmerni kattalashtirish uchun font size degan narsa bor, to'g'rimi? Font size nechida o'zimning oldingizda nechadir 14-16 piksel bo'lishi mumkin. Endi buni 18 piksel qilaman yoki 20 piksel. Olib borasiz. Lekin ashibga chiqarib qolishi mumkin. Mana flexlar, mana bular qimillab ketib qolishi mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Qolganlar qimillab ketib qolyapti. Ko'ryapsizmi? Lekin kattalashyaptimi? Hop, xuddi shunaqa narsasi bor. Hop, buni nima qilsangiz bo'ladi desa, mana hop, shunaqa narsasi bor ekan. Yana nima qilsangiz bo'ladi? Hop. Shu o'zi yetadi. Colorni o'zi, tepaga colorni o'zi yetadi. Va bu coloriz rangini o'rniga opacity qilasiz. Opacity, ya'ni misol uchun opacity'sini necha foiz qildik? Taxminan 70% qiling. Olib borgan vaqtimda sal xiralashadi. Sezilyaptimi? Bosganda lekin ishlamaydi. Bossam mana, bossam unaqa bo'lmaydi. Hech bola yo'q mana. Xo'p, yangilab oryapti bu narsani. Shu to'g'rilash uchun nima qilishimiz kerak desa, bosilganini sezdirish uchun active degan klass bor. Yozasizda active, 2.active qo'yasiz. Active. Xo'p, bu narsa nima qiladi? Qachonki bosilganda ishlaydi. Endi bunga opacity yana beraman. Opacity nima bo'lsin desa, 0.90 deymiz. 90% demoqchidim. O'zat. Xo'p, mana turibdi. Tak, mana. Xo'p, mana bu yangilab oryapti turganligi uchun bizni ashibga chiqaryapti. Tak. Shuning uchun mana bu narsalarimizni hammasiga panjara berib qo'yamiz. Nimaga panjara berishimiz kerak desa, mana bunaqa yangilaganda mana bunaqa yangilab ashibga chiqarmaslik uchun. Link yoziladi o'z aslida. Panjara ishladimi? Xo'p. Ko'rsak bo'ladi Kingsda. Xo'p, mayli, tak. Hop.
Ishqilib mana bu narsalar bo'lyapti. Buni ko'radigan bo'lsak, mana olib borishlar ko'rdik. Endi keling, mana bu ko'rib qo'yaylik pastini. Xo'p, mana bu divni o'ziga ham berishimiz mumkin. Ya'ni divimizning nomi nima edi? Bola edi, to'g'rimi? Xo'p, qarab turamiz. Pastroqda berib qo'yaman. Iloji bo'lsa, bolani o'ziga beray. Buni qayerda ishlatilgan bo'lsa, shu joyga berganim menga yaxshiroq. Bola qani endi buning ichida? Mana ekan, bola mana. Xo'p, shu joyda o'ziga berib qo'yasiz. Misol uchun, xohlasangiz hover'ni bildirish uchun hover deb yozib qo'ying. Mana. Hover deb qo'ysangiz, mana shu yerga hover berganman ekan deb o'tiraverasiz. Xo'p, yozasiz about ichidagi bola. Xo'p, men hozir tochka bola deb ketaveraman. Bola hover bo'lgan vaqtida uni background color o'zgarsin. Background color o'zgarsin. Qaysi rangga? Oq edi, o'sha aytilgan blue rangiga o'zgarsin. Farqi yo'q. Shu rangga o'zgarsin dedik, yangiladik. Olib borgan vaqtimda mana bunaqa bo'lyapti. To'g'rilash uchun rangini nima qilishim kerak bo'ladi? Transition degan narsani beraman. Transitionning vazifasi all vaqtni sekinroq qilish. 0.3 sekund va easy ni bosib qo'yaraman. Ya'ni sabab sekinroq ishlash uchun. Bosdik. Sekin bo'lyapti. Sezilyaptimi? Xo'p, endi keyingisi mana bu narsamizni mana ko'ryapsiz-ku, rasmni border radius beraman. Border radius rasm bo'lganligi uchun. Xo'p, bu narsani o'ziga berib qo'yaman ekan, bolani. Border radius. Xo'p, necha piksel desa 20 piksel beraman. Ko'ramiz. Xo'p, mana nima bo'ldi? O'xshadi, to'g'rimi? Xo'p, endi ranglarni o'zgartirishdi. Mana blue bermayman-da, ozgina buni boshqacharoq rang berib qo'yaman. Aqua emas, xo'p, qaysi rangni bersam bo'ladi? Sariqroq rang bunga anaqa tushadi, rasmning rangi bo'lganligi uchun. Beraylik-chi. Xo'p, yangilaylik-chi. Bo'ladi. Endi yozuvda ranglarni ham ozgina o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Yozuvda rangini o'zgartirish uchun sizga nima kerak bo'ladi desa, mana bunaqa stil beriladi. Mana shuni ham qarab olinglar. Bolaning o'ziga hover berganingizda qarab turinglar. Yo'q qilasizlar o'zlaringiz. Hover berganingizda qaysini rangini o'zgartirmoqchisiz? H3 nima mana? Bolaga hover berganda H3 rangi o'zgarsin mana. Uning uchun nima deb yozasiz? Yozdik va colorni o'zgartirdik. Color'i undan oldin qora rangda edi, endi qaysi rangga o'zgartirsa bo'ladi? Tushunmadim. Boshqa. Xo'p, rahmat. Orange deb yozaman. Misol uchun yoki men bu rangni berdim, mana. Tak bosadigan bo'lsam mana. Olib boryapman. Tak. Yangiladimmi? Xo'p, yangiladim. Ishlamadimi? H3 bormidi o'zi? Bolaga hover bo'lganda rangi o'zgardi. Menga kiramiz. Bolaning ichida qaysi tegda yozilgan? H3 midi? H3 ekan. To'g'ri yozibmiz. Celsiusga kirdik. Bola. Xo'p, bitta narsa xato bo'lib qolishi mumkin. Nima? Xo'p, bu narsa nimaning ichida edi? About yokida otaning ichidagi. Shunaqa narsalar bo'yicha ham xato chiqarib qolishi mumkin. Shuning uchun yozib qo'yamiz. Yana bitta xatosi bor. Nima? Buni qayerda beramiz? Siz beryapsiz, ishlayapti, lekin siz H3 ga buni tagida stil berib qo'ygansiz. Tushunyapsizmi? Nima bo'ladi? Siz H3 ga buni tagida stil berganingizdan keyin pastdagisi ishlab turaveradi-da, siz berganingiz bilan. Nima bo'ladi? Ishlamay turaveradi. Olib borasiz mana endi. Ko'ryapsizmi? Endi ishlayapti. Rang sezilyaptimi? Xo'p. Tak, buni sal ochroq qilsangiz ham bo'ladi, ya'ni rangi sezilishi uchun. Ko'raylik-chi. Ko'rmay qolar ekan, sal to'g'riroq qilar ekanmiz. Ish qilibdi. Bopeslarda bilmasa qilib. Xo'p, mana shu narsa turibdi. Undan keyingi narsa nima desa, pastdagisini o'zgartirish uchun qanaqa qilar ekanmiz shunda endi? Pastiga shuni olib kelasizda. Xo'p, about ichidagi nuqta bolaga hover bo'lsin. Yana bitta cho'tki narsasini o'rgataman. Hech kimga aytmaysizlar. Xo'p, endi buning ichidan P ga stil berasiz. Mana hover bo'lgan vaqtda P ga stil bersan qanaqa? Buni ham xohlasangiz colorni o'zgartirasiz. Color qanaqa rangga o'zgarsin endi? Aqua. Endi aqualar emas, boshqacharoq sal. Blue white. Xo'p. Chiroyli buniligi bizga qiziq emas. Mana bu holatda bo'ldi. Keyin qaranglar, mana buni yozuvlar sezilyaptimi? Yopishib turibdi ekranga. Shularda ozgina padding berib ochib qo'yinglar. Padding berasiz, necha piksel? Taxminan 10 piksel joy ajratib qo'yasiz. Shunda mana bu narsangiz yopishib turmaydi.
olib borgan vaqtingiz mana. Ko'ryapsizmi? 10 piksel sal oralari ochildi. Sezilyaptimi? 10 bo'lmasa 5 piksel qiling, farqi yo'q. Mana. Bu holatda bo'ldi. Endi olib borgan vaqtimda rasmim ham nima bo'lsin, kattalashsin. Mana shu narsasini endi ko'rsatib beramiz. Xo'p, xuddi shunaqa narsa about va bolaga stil ber. Xo'p, hover. Xo'p, va image ishlasin. Xo'p, qatta ketdi? Bolaga nuqta qo'ymadim. Nima bo'lsin bola? Xo'p, bolani razmeri kattalashsin. Bolani razmeri kattalash uchun xo'p, imageni o'ziga bitiraversin, mayli. Overflow hiddan qilib qo'yay, razmeri katta bo'lib ketib qolmasin. Ya'ni bolani o'ziga stil berib qo'ying. Birinchi o'rinda mana bu yerga overflow hiddan berib qo'ying. Ya'ni tashqariga chiqib ketmaydi. Bolani o'zini o'lchamida qoladi hamma narsalar. Tushunarlimi? Box sizing, border box. Ya'ni tashqariga chiqib ketmasin hech narsa, o'zining ichida qolsin doim. Bo'ldi, chotki, hamma narsasini berdik. Endi nima bo'ladi? Imageni berganimizdan keyin hover bo'lsin va scale degan narsa bor. Scale da vazifasi nima desa, kattalashtirib beradi. Scale ga keling. Uzr. Xo'p, transform degan narsani berasiz. Transformga scale berasiz. Ko'p narsa o'tib turgan bo'lishimiz mumkin, xafa bo'lmaysizlar. Bir beraman. Oddiy, eng kichkinasi, ozgina kattalashtirib beraman. Xo'p, va bundan keyin shuni o'ziga transition, ya'ni vaqtini beraman. Transitionga all beraman va vaqtini endi undan ko'ra sal ko'proq qilaman. 0.8 sekund va undan keyin easy qo'yaman yoki easy now. Farqi qildik va yangilaymiz. Nima hosil bo'lar ekan? Sezilyaptimi? Rasm sezilyapti, to'g'rimi? Mana. Xo'p. Ikkalasi ikki xil holatda bo'lyapti. Birinchi sal tezroq, ikkinchi sal sekinroq bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Xo'p, vaqt sekinroq bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsani nima qilishingiz mumkin? Misol uchun 0.3 bo'lsa, 0.4 yoki 0.2 qilsangiz, mana bundan ko'ra rangdan ko'ra tezroq bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana shu holatda. Tezlashyapti endi. Xo'p. Farq yo'q. Xo'p, xuddi shunaqa bo'lyapti mana. Tushundingmi bu narsalarni? Xo'p. Kimdadir savol bormi? Xo'p, yana bitta narsasi bor. Endi bu rasmingizni ozgina aylantirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni rotate degan narsasi bor. Ozgina aylantirib qo'yaman. Misol uchun, tak 10 deg deb qo'yaman. 10 gradusga o'zgarsin. Qiladigan bo'lsa, ozgina rasmim aylanib katta bo'ladi. Ha, tak, endi nima qilib Xo'p, ko'payib ketar ekan. 2 deg qilaylik. Kattalashgandan keyin barqamolat qolar ekan. Mayli. O'z holatda turgani ham bo'lar ekan. Yana kattalashish kerak bo'lsa 1.2 berasiz, kattaroq razmerga kiradi shunda. Holatda. Ko'ryapsizmi? Shu holatda bo'ladi. Xo'p, shu narsalar, demak sizlarga vazifa, zadacha nima bo'ladi? Mana shu narsani qilasiz.